Moskvada maxfiy aloqa tizimlari ustida ishlagan general o'z joniga qasd qildi. Ukraina ilk bor Azon omboriga zarba berdi. Turkiya Interpoldan Netanyahuni xalqaro qidiruvga berishni rasman so'radi. Moskvada iste'fodagi Rossiya Federal xavfsizlik xizmati general-mayori Igor Laptev o'z joniga qasd qildi. Bu haqda Moscow Times xabar berdi. 83 yoshli erkakning murdasi 20-avgust kuni tushdan keyin Verxnaya Krasnoselskaya ko'chasidagi xonadonlardan birida topilgan. Erkakning murdasi ish xonasidan topilgan, dedi manba Sovershенно Sekretno nashriga. Laptev Afg'onistonda jangovar harakatlarda qatnashgan. Shundan so'ng u uzoq vaqt davomida KGB va FSBda xizmat qilgan hamda axborot xavfsizligi masalalari bilan shug'ullangan. 1990-yillarning oxirida u soliqlar va yig'imlar vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan. Laptev 1998-yildan beri davlat va korporativ tizimlar uchun maxfiy professional aloqa xizmatlarini ishlab chiqish hamda ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Inform Texnika и Связь kompaniyasi direktorlar kengashiga raislik qilib kelgan. Ukrainada urush boshlanganidan beri xavfsizlik xizmati tuzilmalari generallari orasida ketma-ket o'z joniga qasd qilishlar holati kuzatildi. Jumladan may oyida radiatsion, kimyoviy va biologik muhofaza qo'shinlarining sobiq rahbari 87 yoshli general-polkovnik Stanislav Petrov Moskvada vafot etgan edi. RBK xabarga ko'ra, Petrov Chernobil AESdagi falokat oqibatlarini tugatishda qatnashgan va og'ir xasta bo'lgan. Gazeta.ru bu o'z joniga qasd qilish bo'lishi mumkinligini yozgan edi. Turkiya Interpoldan Netanyahuni xalqaro qidiruvga berishni rasman so'radi. Giyorlikning so'zlariga ko'ra, murojaat 2026-yil 14-iyulda Istanbul sudi tomonidan berilgan hibsga olish orderlari asosida yuborilgan. Endi Turkiya hukumati Interpol bosh kotibiyatining Netanyahuni Qizil xabarnoma tizimi orqali rasmiy ravishda xalqaro qidiruvga kiritishga erishmoqchi. Bu haqda Sabah xabar berdi. Bunga 2026-yil may oyida G'azo sektoriga yo'l olgan Somut gumanitar faoliyatining Isroil tomonidan qo'lga olinishi bo'yicha tergov doirasida Istanbulning og'ir jinoyatlari bo'yicha 11-sudida chiqargan qaror huquqiy asos bo'ldi. Flotiliya bortida boshqalar qatorida shvetsiyalik faol Greta Thunberg ham bor edi. Turkiya sudi Netanyahuni va yana 30 ga yaqin yuqori martabali isroillik amaldorlarni, jumladan mudofaa vaziri Israel Katz, uning o'tmishdoshi Yoav Galant va milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvirni insoniyatga qarshi jinoyatlar, genotsid, noqonuniy ozodlikdan mahrum etish, shafqatsiz muomala va talonchilikda ayblamoqda. Bu Anqaraning birinchi qadami emas. 2025-yil noyabr oyida Istanbul prokuraturasi Netanyahuni va boshqa isroillik mansabdor shaxslarni G'azodagi genotsid hamda gumanitar yordam yetkazilishiga to'sqinlik qilishda ayblab, hibsga olish bo'yicha milliy orderlar bergan edi. Qizil xabarnoma nima va u nega hibsga olish hisoblanmaydi? Interpolning Qizil xabarnomasi klassik ma'nodagi xalqaro hibsga olish orderi emas. Bu tashkilotda a'zo 196 mamlakatning huquqni muhofaza qilish organlariga yo'llagan so'rovi bo'lib, unda shaxsning turgan joyini aniqlash va zarur bo'lsa ekstraditsiya masalasini hal etgunga qadar uni vaqtincha ushlab turish so'raladi. Bunday so'rovni bajarish yoki bajarmaslikni har bir davlatning o'zi hal qiladi. Bundan tashqari Interpol nizomi tashkilotning siyosiy, harbiy va diniy tusdagi ishlarga aralashishini taqiqlaydi. Isroil tomoni aynan shu bandga ishora qilmoqda. Mutaxassislar fikricha, shuni alohida eslatib o'tish joizki, Netanyahuning 2024-yil noyabr oyida Hagadagi xalqaro jinoiy sud tomonidan harbiy jinoyatlarda ayblanib berilgan amaldagi hibsga olish orderi ham bor. Bu order qariyb 2 yildan beri birorta mamlakat tomonidan ijro etilmagan. Isroilning munosabati: Netanyahuning idorasi Turkiyaning bo'sh tashabbusini samarasiz deb atadi va uni Rajab Toyib Erdo'g'onning Isroil rahbariyati hamda armiyasini qo'rqitishga urinishini deya baholadi. Tel Aviv Anqaraning mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirish va Isroil xavfsizligiga zarar yetkazish harakatlariga qarshi turishga tayyorligini bildirdi. Avvalroq Isroil tashqi ishlar vaziri Gideon Sar Turkiya bergan orderlarni Erdo'g'onning PR aksiyasi deb atab, Turkiya prezidentining siyosiy raqibi Istanbul sobiq meri Akrom Imomo'g'lining hibsga olinishini Turkiya adliya tizimining siyosiylashganiga ishora sifatida keltirgan edi. Ommaviy axborot vositalarining ma'lumotlariga ko'ra, munosabatlar keskinlashuv fonida Isroil Vashingtonga murojaat qilib, Turkiyaga harbiy havo kuchlari uchun qurol-yarog' yetkazib bermaslikni ham so'ragan. Turkiya va Isroil o'rtasida ekstraditsiya to'g'risida
to'g'risidagi ikki tomonlama shartnoma mavjud emas. Bu esa Turkiya talabining amalda bajarilishini deyarli imkonsiz qiladi. Shunga qaramay Anqaraning bu qadami G'azoda davom etayotgan mojaro fonida Isroil rahbariyatiga nisbatan kuchayib borayotgan diplomatik va huquqiy bosimlar zanjirining bir qismidir. Ukraina ilk bor Azon omboriga zarba berdi. Ukraina dronlari 22-avgustga o'tar kechasi Rossiyaning Samara viloyatidagi Azon logistika markaziga ilk bor zarba berdi. Hujum oqibatida omborda yong'in chiqdi. Bu haqda Meduza xabar berdi. Qayd etilishicha, ushbu hududdagi Novokuybeyevsk neftni qayta ishlash zavodida ham yong'in chiqqan. Azon matbuot xizmati kompaniyaning ombori hujumga uchraganini tasdiqlagan. Hujumdan bir necha daqiqa oldin ombordan 500 nafar xodim evakuatsiya qilingan. Bir necha kishi jarohatlangan. Shuningdek, Samara viloyatining Novokuybeyevsk shahridagi neftni qayta ishlash zavodida ham yong'in chiqqanini xabar qilingan. Guvohlar tarqatgan foto va videolarda korxona hududidan tutun ko'tarilayotgani aks etgan. Ma'lumot uchun, Azon Rossiyaning yirik elektron savdo platformalaridan biri hisoblanadi. U 1998-yilda tashkil etilgan bo'lib, dastlab kitob va video kassetalar sotishga ixtisoslashgan. Hozirda Azon Rossiyadagi Wildberries'dan keyingi ikkinchi yirik marketplace hisoblanadi. Qirg'iziston O'zbekistonga ko'mir eksportini oshirdi. Ko'mir 2026-yilning dastlabki 6 oyida Qirg'izistonga katta foyda keltirgan tovarlardan biriga aylandi. Savdo profitsiyati 44,725,700 dollardan oshdi. Natijada ko'mir va qo'ng'ir ko'mir eksporti importdan 7,5 baravarga ko'tarildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston, Tojikiston va Xitoy eksportining asosiy yo'nalishlari bo'ldi. Iyun oyida ko'mir eksporti oshdi. Yilning birinchi yarmida Qirg'izistondan ko'mir, qo'ng'ir ko'mir va neft koksi eksporti 51,619,500 dollarga yetdi. Iyun oyida eksport yuqori sur'atda davom etdi. Bir oy ichida ko'rsatkich 171,787,7 tonnaga yoki 8,727,500 dollarga oshdi. 6 oy ichida Qirg'iziston 29,624,900 dollarlik 626,562,3 tonna ko'mir sotdi. Bu 2025-yilning mos davriga nisbatan 10,7% ga ko'pdir. Asosiy xaridorlar quyidagilar bo'ldi. O'zbekiston 28,695,3 dollarlik 600,137,8 tonna. Xitoy 818,6 dollarlik 24,487,5 tonna. Yanvar-iyun oylarida qo'ng'ir ko'mir eksporti hajmi jihatdan 52,8% ga oshdi. 21,910,900 dollarga teng 385,946,5 tonnani tashkil etdi. Iyun oyida sotuvlar ayniqsa keskin ko'paydi. Qirg'iziston qo'ng'ir ko'mirning asosiy xaridorlari: O'zbekiston 13,276,2 dollarlik 253,604,8 tonna. Tojikiston 7,737,400 dollarlik 81,927 tonna. Xitoy 776,000 dollarlik 49,407,7 tonna. Shuningdek 83,7 dollarga 262,8 tonna koks va neft bitumining barchasi O'zbekistonga yetkazib berildi. Kuni kecha O'zbekiston Qirg'iziston qoramolining asosiy xaridoriga aylangani haqida xabar berilgandi. 6 oy ichida Beshkek xorijga 14,8 ming boshdan ortiq qoramol sotgan bo'lsa, bu partiyaning deyarli barchasini o'zbekistonliklar xarid qildi.